Rishtonlik tadbirkor biznesmen akalarim, buni qaranglar. Ofisni qaranglar, shuna chiroyli qilib qo'yishibdi-yu. Buni qarang, konditsioner, kreslolari bilan dahshat xullas. Undan tashqari umumiy sanuzilini qarang. Rakvina, hojati, dushi hamma yog'i bor. Joyimiz sotilyapti. Buni qaranglar, lokatsiyani. Lokatsiyaga necha? Mana kattaligini qaranglar, 2 sotiq ekan. Naryoqda ham joyi bor. Hozir nima men $250 ga arendator ham ishlayapti ekan. Sotib arendaga berib yoki bir tikuvchilik joyimi, yo bir salonmi, yo bir boshqa nima qilsangiz ham yarashadigan joyi, sababi vobshim qaranglar lokatsiyani. Yo'lda bo'yida, Rishtonni sentridan kelganingizda o'sha kadastrni to'g'risida shu joyimizni ko'pchilik biladi. Sotilyapti. Daji bu joyimizni ikkinchi etajini qurishga ham sharoiti bor. Bemalol qurishingiz mumkin ikkinchi etajini ham. Ruxsati ham hamma yog'i joyida ekan. Kadastrini ham qaranglar, bir qadam o'tkazishga. Ulgurib qolinglar, yaxshi joy biznes uchun o'sha tadbirkor biznesmen akalarimizga tashab qo'yasizlar. Narxiga kelsa, narxini xudo xolisa $50,000 deyishyapti. Ozmoz tushadigan joyi bor. Pastda raqamlar qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin.